Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchaymizlarmi? Mendan har doim so'rashadi, So'g'oy tuman apparatda necha pulga men mashinamni So'g'oy tuman qilib olaman. Kelinglar, bugundan boshlab xudo xolisa ketma-ket mashina ko'rib chiqamiz. Nexus, Lacetti, Cobalt, Gentra, Captiva, любой mashinaga necha pulga ketishini o'rtacha bo'lishini bugundan boshlab qo'yib boraman. Kuzatib boring, bugun Matiz'ni ko'rib chiqamiz. So'g'oy tuman chiqadigan joyni olamiz, eshikni ochib, eshikdan qilamiz, keyin eshikni yopib qo'yamiz. Mashina ichida qanchadir turadi, konditsionerni aylantirib, havoni aylantirib qo'yamiz, ham filtrimizni shirin qilib qolamiz, ham mashinani ichini. 10 minglik So'g'oy tuman qilamiz. Qanchalik darajada bo'ladi ko'rasizlar. Orqalarini to'ldirib olamiz. Orqalari to'ldi. Shopir tarafga o'tamiz. Va bu etaklari. Akalar ko'rishinglar mumkin. Ichiga 10 minglik So'g'oy tuman qilganmiz. Sidinalar ko'rinmaydi, ichi to'la So'g'oy tuman bo'lib turibdi. Akalar yana qanaqa mashina ko'rishni xohlardinglar? Necha pul ketishini, masalan, Captiva bo'lishi mumkin, Damas bo'lishi mumkin, Jugli bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Ko'rsataman, kommentariyada yozib o'tinglar. Promoy barakali biznes xalqimiz uchun eng sifatli, eng zo'r mahsulotlarni ishlab chiqaradi va har doim xalqqa o'ylaydigan, ya'ni 50% skidkada bo'lishi mumkin, bepulga qilib berish imkoniyatlari bor. Bizni kuzatib borsangiz, bu haqda ma'lumotlar berib o'tamiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.